Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Mana bugun yana bitta hamkorimiz juda ham zo'r natijalari bilan kelibdilar. Maylimi bizlar bilan o'rtoqlashsangiz? O'zingiz tanishtirib. Otim Mansur, familiyam Isayev. Bu Global Trend'ni balzamlarini iyun oyidan ichishni boshladim. Bel og'riq, tizza og'riq, oshqozon ostidagi bezga toshlar bor edi. Xo'p, shu hozir necha oy bo'ldi? 6 oy bo'ldimi? Ichganimga shu narsalardan voz kechdi-da, xullas qaromadan. O'sha balzamlardan keyin. Balzamlardan keyin juda odam davleniya bor edi, davleniya joylashdi. Davleniya hozir oilaviy bizga bor, davleniya. Xullas qaram hozir natija yomon emas. Shuning uchun yana Rossiyadan mana kecha uchib keldim. Bu yerga kelib, o'zimizdan Toshkentdan topib, mana yana olib ketaman balzam. Yana olib ketyapsiz, a? Voy, tabriklayman, zo'r. Demak, qarindosh urug'larga ulashasiz. Ulashaman, ularga tavsiya qilaman ichishni. Juda Yurtdoshlarga nima degan bo'lardingiz? Yurtdoshlarga endi bundayda men shu narsani xulosa chiqardimki, doktorlarga umid yo'q. Endi bitta umid kim agar juda toza o'lib qolgan bo'lsa, endi mana bu xirurglar faqat bir narsa qila olishi mumkin, operatsiyada aniq qilib. Atak men o'zida dori ham ichmay qo'ydim. Mana постоянно sitramonchi yedim. Davleniya chiqqan paytim sitramonchi yedim. Hozir sitramon ham yo'q. Даже olib kelmadim Rossiyadan sitramonni, chunki O'zbekistonda shu ishonchli yo'q tabletkalarga. Endi men yomon demayman. Больницада, например, doktorlarda. No, menga shu foyda berdi. Mana shu balzamlar foyda berdi. Shu balzamlar foyda berdi. Juda ham yaxshi. Sog' bo'ling. Rahmat.